Avvalambor assalomu alaykum. Bugun Farg'ona viloyati Toshloq tumani Yakatut qishlog'idagi Sanjar metal darvozalari ishlab chiqarish sexiga kelganmiz. Bugun Sanjar aka bilan qisqacha intervyu olib boramiz. Assalomu alaykum. Bugun Farg'ona viloyati Toshloq tumanida Yakatut qishlog'ida Sanjar metal darvozalari ishlab chiqarish sexiga kelganmiz. Bugungi suhbatimizni Sanjar aka bilan olib boramiz. Avvalambor assalomu alaykum Sanjar aka. Yaxshimisiz? Charchadim. Siz bilan quyidagi savollar bo'yicha bir ikkita savollarimizga javob izlab qolamiz. Savollarimiz quyidagilardan iborat. Siz bu ish faoliyatni birinchi bo'lib qachon va qanday boshlagansiz? Charchamadim bugun. Salomat bo'ling. Xo'p, do'stim, men 12 yil avval amakimizga shogird tushib turib, shu svarishchilik sohasida shu hunarni egallaganmiz. 12 yildan beri o'sha Sanjar metal darvozalari sexini yurgizib kelyapti hozir. Aka, 12 yildan beri ish faoliyat yuritib kelar ekansiz. Shu yil mobaynida siz qanaqangi texnika, qanaqangi jihozlardan foydalanib kelyapsiz? Bizda endi asosiy svarka apparatlar ishlaydi, bolgarka ishlaydi. Bolgarkani bir necha turlar ishlaydi. Ya'ni katta, kichigi bor, o'rtasi bor, 180ligi bor. Hop, perforatorlardan foydalanamiz. Asosiy bizni ish qurollarimiz shular hisoblanadi. Endi shular bilan xalqqa xizmat ko'rsatib kelyapmiz hozirda, yaxshi xudo xohlasa. Aka, ushbu jihozlaringizni qancha muddatda yangilaysiz yoki qancha muddatda ta'mirlash kerak, shular haqida ham bir ma'lumot bering. Xo'p, bizda endi asosiy texnikalar shopirlardan foydalanamiz. Qolgan texnika asboblarimizni 5 oy, 6 oy, ya'ni 1 yilgacha bo'lgan muddatgacha ishlatamiz. Undan ag'iga tez-tez yangilaymiz. Yangilab bu jihozlaringiz, asosiy vositalaringiz foydaga qanday ta'sir qiladi? Foydaga juda bog'liq. Masalan, birorta xonadonga borganingizda, birorta texnikangiz buziladigan bo'lsa, deylik mana shu telefon ishlamaydigan bo'lib qolsa, siz ishingiz orqaga yuradi. Lekin asboblar soz bo'ladigan bo'lsa, albatta ish oldiga yuradi. Ishga ta'siri bor, lekin asboblarda soz olib yurishga harakat qilamiz imkon qadar. Olish qancha muddatda masalan sizga zarurat tug'diradi? Xo'p. Yangi uskunalarni 1 yilda yangilaymiz. Yilda oxirida, har yilda oxirida yakun qilamiz. Imkon qadar uskunalarni to'xtatib tekshiramiz, nosozlarni chiqaramiz va yana qayta ishga kiradiganini kirgizamizda, keyin yangilaydiganini yangilaymiz xudo xohlasa. Ushbu ish faoliyatingiz yurishi uchun asosan nimalarga e'tibor qaratasiz? Asosan ishni yurgizish uchun sifatga e'tibor qilamiz. Sifat klient jalb qiladi. Birinchi o'rinda asosan sifat darajasini oshirishga harakat qilamiz. Klientlar bilan muomala qilishga harakat qilamiz. Shu orqali jalb qilamiz. Sanjar aka, siz ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni Instagramda ko'proq kuzatib boramiz. Shu ish faoliyatingizda biron bir qiziq voqea bo'lganmi? Juda ko'p qiziq voqealar bo'ladi. Bitta syomkani 5 marta ham olishimiz mumkin. Misol, uni vaqtida bitta bola ertaroq kelsa, bittasi kech keladi, kimnidir uyiga o'zimiz kechirib olib boramiz. Ijtimoiy tarmoq shunday narsaki, odamlarni yana yuzini ochadi, sotuv bo'limini ochiladi. Yaxshi, lekin ijtimoiy tarmoq yaxshi xudo xohlasa. Savolda eng injig'i va eng qiziqarli nuqtasi, eng qimmat darvozani qachon yasagansiz va qayerga o'rnatgansiz? Undan tashqari bir o'zimiz viloyatdan tashqarilarga, masalan, qo'shni davlatlargacha borgan joylaringiz bormi? Shu haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Borganmiz. Qirg'izistonga olib borganman. Qozog'istonga dastavka qilib berganman, bormaganman. Qozog'istonga dastavka qilib berganman. Qirg'izistonga O'shgacha bordim. O'sh, Jalolobodga bordim, juda ko'p joylarga qildim. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi bo'ylaydigan bo'lsa, Surxondaryogacha bordim. Bag'in, Toshkent, o'sha boring 4 ta viloyatga xizmat ko'rsatdik. Hozircha yaxshi, zo'r, xudo xolasa ko'rsatamiz. Eng qimmat darvozangiz qayerga va qanchaga? Eng qimmat darvozam, adashmasam, o'tgan yili bir joyga qildim. 45 million, 55 million ashini o'rtasida darvozani qilib berdim-da. Shunaqa summaga to'xtadi, lekin egalari ham o'zimiz Farg'onaga o'rnatdik. Kelgusi rejalarda masalan bu shu olib borayotgan ish faoliyatingizni har xil tuman, viloyat yoki shaharlarga filiallar ochib ko'paytirmoqchimisiz yoki bir kattaroq bir zavodga aylantirmoqchimisiz? Nasib qilsa, zavod qilib kengaytirgimiz bor.
jamoa bilan birga ishlaymiz. Nasib qilsa bitta o'zimga bog'liq emas, orqada jamoa turibdi. Bolalarga rahmat. Mana shu bahona rahmat aytaman. Jamoaga addishi-paddisha qiladi, hammasi zo'r. Xudo xohlasa nasib qilsa zo'r qilib, zo'r tariqasida kengaytiramiz. Hozirda shu ish faoliyatida necha kishi ish yuritadi? 7 ta 8 ta bola bor hozir. Ustaxonamizda 7 ta 8 ta bola ish yurityapti. Hammasini o'zini vazifasi. Hammasini o'zini o'rni bor. Kimdir ustanovka qiladi, kimdir yasaydi, kimdir kraska qiladi, kimdir va hokazo shunaqa. Hammasini o'zini o'rni bor, yaxshi xudo xohlasa. Aql. Yaxshi aql zo'r. Aka, kelajakda qanday jihozlardan va qanday texnikalardan sotib olish maqsad bor? Yaxshi savol. Xo'p, agar zavod tariqasiga chiqarib oladigan bo'lsa, barcha turdagi o'sha temirda qayta ishlaydigan jihozlar bor yoki smarka, payvandlar hamma turini ishga tushiramiz. Apparatlardan foydalanamiz. Shu korxonangizni rivojlanish uchun jihozlar va uskunalarni qanday o'rni bor? Albatta o'rni bor. Xo'p, jihozlarga keladigan bo'lsak, imkon qadar har yilda oxirida bir ko'ramiz, tekshirgandan keyin jihozlarni yangilashga harakat qilamiz. Yangi jihozlar chiqyapti, zamon rivojlanyapti, biz ham zamonga qarab rivojlanishga harakat qilamiz. Aka, ushbu samimiy suhbat uchun ajratib kelgan qimmatbaho vaqtingizni ayamaganingiz uchun rahmat. Avvalambor, samimiy. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, ishlarga rivoj, omadingiz bersin. Xo'p, sog' bo'ling.